Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda bankomatlar bosqichma-bosqich tugatiladi degan noto'g'ri talqindagi xabarlar tarqalyapti. Ma'lumki, joriy yilning 8-iyun kuni Prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni mudofaa sohasidagi ayrim masalalar yuzasidan Mudofaa vazirining taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimot davomida davlatimiz rahbariga mudofaa ishlari organi faoliyatini raqamlashtirish va elektron hukumat tizimi bilan integratsiya qilish, ma'lumotlarni tezkor almashish hamda fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatishga oid takliflar bo'yicha ham axborot berildi. Bu islohotlar mudofaa ishlar organlari faoliyatiga nol byurokratiya tamoyilini joriy qilish maqsadida harbiy hisobga olish, tibbiy va chaqiruv komissiyalarini raqamlashtirishga xizmat qiladi. Unga ko'ra 16 yoshga to'lgan va ID karta olgan o'g'il bolalar to'g'risidagi ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligining axborot tizimidan olinib, ularni avtomatik tarzda harbiy hisobga qo'yish tartibini joriy etilishi nazarda tutilmoqda. Shu bilan birga mudofaa ishlar bo'limlarida tibbiy komissiyadan o'tish tartibi bekor qilinib, barcha tibbiy ko'rik tadbirlarini tuman va shahar markaziy ko'p tarmoqli poliklinikalarda amalga oshirish reja qilinmoqda. Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda mudofaa ishlari organlari faoliyati tugatiladi degan xabarlar haqiqatga zid. Aksincha, soha zamon talablariga mos ravishda yanada takomillashtirilib, unga ko'ra shaffof raqamli xizmatlar ko'rsatiladi. Ortiqcha byurokratiya va ovoragarchiliklarga chek qo'yiladi. Respublikamizdagi barcha ommaviy axborot vositalari xodimlari va blogerlardan ma'lumotlarni noto'g'ri talqin qilmasliklarini so'rab qolamiz. Shu bilan birga, asoslanmagan yolg'on xabar tarqatganlik uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida javobgarlik mavjudligi haqida eslatib o'tamiz.